Bu videomizda dunyoni bombalar bilan portlatamiz. Ya'ni bombalarni portlatish bo'yicha dunyo rekordini yangilaymiz. Bu kichkina bino himoyalanadi. Men ketdim. Ha, bu kichik bombami? Janoblar, biz 25 ta bombani portlatamiz. Sizlar yashab qoling. Sizlar yashab qoldingiz. Endi esa o'rtacha uyda 50 ta bomba portlatamiz. 50 ta? Qani ketdik bolalar. Yashab qolsangiz va bu vaqt onangiz uchun 100 ming dollar beriladi. Men albatta yutaman. Karl, qara. Tayyor bo'lsangiz 50 ta bombani portlatamiz. Boshlandi. U o'ldi. Chandler ham o'ldi. Men tirikman. Ey Karl, omon qoldingmi? Meni Narvon qutqardi. Bu senga 100 ming dollar, onang uchun. Endi esa 75 ta bomba portlatamiz. Mana shu kichik mashinada. Jonerson, bunisi qiyin bo'ladi. Chandler, men seni tanladim. Seni bu yerda qamab qo'yaman. Mayli. Bu yerga qamab qo'yaman seni. Qamaldim men. 75 ta bombalarni tirik qolganlarning onasi uchun 500 dollardan beramiz. Bu safar men yutishim kerak. Hamma tayyormi? Men tayyorman. Jonerson. Mayli, bombalarni paydo qilamiz. 75 ta bomba paydo qilindi. Meni yonimda paydo bo'ldi. Va! Nima? Jonerson o'ldira olmadim. Hech kim tirik qolmadi. Men ham o'ldim. Chandler, sen qanday o'lishing mumkin? Chandler. U yerda ham jonim ketdi. Endi esa avtobusda 100 ta bomba portlatamiz. O'zingizni qanday himoyalamoqchisizlar? Men tayyorman. Men pastga yashinaman. Tayyormisizlar? Hamma tayyormi onasi uchun 500 dollar yutib olishga? Men tayyorman. Chris, nima qilganing bu? Karl, bu yerdan qoch. Chris nimalar qilayotganini ko'rib turibman. Hannalati. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Bu raund onangiz uchun pul yutmaysiz. Agar o'lib qolsangiz sizga jazo bor. Bu qanday jazo, Jimmy? Jazo esa dadi suti, yoqimsiz dadi suti. Yo'q. Sizlar bu yerdasizlar. Chris qayerda? Mening joyim juda ham xavfli. Chris, shu yerdamisiz? Oh! What do you see? Karl, menimcha sen o'lding. Men yutdim. Chandler, tirik qolding sen. Meni tepamda paydo bo'lishdi. Mening bu yerda nima aybim bor edi? Men bilmagan edim. Bemaza. Bu menimcha juda ham katta joy. Shunga yarasha to'g'risida bomba portlatamiz. Tushunarlimi? Xo'p. Ikkinga esa bitta Xbox beramiz. Onasiga ham pul bormi? Ha, mayli, qo'shimchasiga 100 ming dollar beriladi onasi uchun. Olg'a. Sizlarga esa 10 sekund vaqt beraman. 5, 4, 3. Vaqt tugadi, bombalarni tushiring. Men yonimda yana paydo bo'ldi. Men o'ldim. Sizlar o'laverib charchamadinglarmi? Bu safar katta samolyot. Ha, sizlar bunda tirik qolishingiz kerak. Tirik qolganlarga esa 100 ming dollar va onasi bilan men ko'rishaman. Faqat ko'rishish emas, 5 ming dollar ham beramiz. Jimmy, Discord uzilib qoldi. Mayli, onangiz uchun ham 5 ming dollar beraman. Ha, men onam uchun pul yutib olaman. Albatta men yutaman. 1000 ta bomba. Chandler, qayerdasan? Men tirik qolmasam bo'lmaydi. Tirik qolinglar, onangiz uchun pulni ham o'ylang. Yo'q, tirik qolishim kerak. Yana o'lib qoldim. Jonerson yana yutishim kerak edi. Yo'q. Men yutib tirik qoldim. Sen bu katta portlashdan tirik qoldingmi? Ha. Unda yutug'ingni ol. Bular aytganda 5 ming dollar. Oya, bu pullar sizniki. Bu yerda 5 ming dollar. Bu esa piramida, tepada esa Chandler qoladi. Suvda daraxtlar o'smaydi, lekin piramida bor. Tirik qolganga esa sumkadagi pullar. Bu sumka pul bilan to'la. Men tirik qolishim mumkinmi? Anig'ini bilmayman. Men tog'ni yaxshi ko'raman. Ha, mayli, unda tirik qolinglar piramidada. Onam uchun pul yutishim kerak. Sen tog'ni yaxshi ko'rar eding-a? Ha, menga farqi yo'q. Bolalar, tayyormisizlar? Men tayyorman. Ha, tayyor bo'lgan bo'lsangiz osmonga qaranglar. Yo'q. Bu raketa. Nima? U meni boshimga tushyapti. Yo'q, water drop qila olmadim. Iltimos. Yes! Yes! Shuncha pul. Pul ko'rmagan. Nima? Endi esa 100 ming ta bomba portlatamiz. Katta qasrning ustida. Tirik qolsangiz otangiz uchun chamadon ichida to'la pul olishingiz mumkin. Unda boshladik. Mening miyamga zo'r g'oya kelib qoldi. Men mana shu suvning ichida tursam bomba ta'sir qilmaydi. Men ham zo'r joy topdim degan umiddaman. Shu yerdan water drop qilib tushib tirik qolishim mumkin. Men bo'ldim. Bo'ldim. Ular bo'lgan bo'lsa biz boshladik. Tirik qolaman degan umiddaman.
Men ham. Men esa tirik qolishingizga ishonmayman. Nima? Uchdi. Menimcha qiyin bo'ladi. Men uni ko'rmayapman. O, buni qaranglar. Yaxshi. Nima? Ye, o'ldim. Men balandlikdan yiqilib o'ldim. Va nihoyat tugadi. Bu qasrni o'chirib yubordi. Tirik qolish qiyin edi. Albatta, pitssaga o'xshab qoldi. Endi esa 1 millionta bomba portlatamiz. Tirik qolishimizga ishonasanmi? Ha, tirik qolasizlar sizlar. Tirik qolganga esa piramidadan tirik qolganga $100,000 berildi. Endi esa akvarium to'lab pul beraman. Ular qo'yil emasmi? Yo'q, quruq. Baliqlari qayerda unda? Chentlar olishni xohlaysanmi? Yo'q. Unda harakat qil. Ko'ryapsizlarmi? Nima bu? Yashirinish kerak. Endi menimcha kech. Yerga tushdimi? Endi tushdi. Xavfli. Ha, xavfli bo'ladi, ahmoq. U portlayapti. Juda ham qo'rqinchli. Ey, Karl, tirikmisan? Hozircha ha. Nimalar bo'lib ketdi? Voy, Jimmy, nima bu? Qayta o'lyapmiz. Jimmy, to'xtat buni. Hozir mana. Iyo, hattoki bedrukni ham yo'q qilib yubordi. Ketdim. Hammasi nazoratim ostida. Qo'rqmanglar. Baloda nazorating ostida. Jimmy, to'xtat buni. Bolalar, endi 10 millionda TNT portlatamiz. Bu xavfli emasmi? Bu yerdan tirik qolish qiyin. Pul ham shunga yarasha juda ham ko'p. Masalan, boshladik, banglatinglar. Qoch endi. Kompyuter otib yuboradi hozir. Albatta, hammasi nazorat ostida. Yebsan, albatta. Hammasi yaxshimi? Yo'q. Nima bo'lib ketdi? Hammani kompyuter qotyapti shekilli menimcha. Qotyapti. Wow, qotib ketdi. Ha, juda ham portlash qiyin bo'lyapti. Ha, albatta. Sen sumkangdagi pullar $10,000mi? Ha, mana. Karl, ko'ryapsanmi pullarimni? Ko'ryapsanmi? Hammasi senga xohlasang. Uzr do'stlar. Xo'sh, keyingisi bu olam endi bombalar bilan qoplangan. Pulni hamma yo'g'i. Endi bu olamni portlatamiz. Mayli, sizlarga rahim kelyapti toshbaqalar. Xullas, tugadi videomiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosinglar albatta, like bosinglar.